Shara Bulletning birinchi mag'lubiyati esingizdami? Aynan o'sha Michael Pagega qarshi. Shara Bulletning birinchi mag'lubiyati esingizdami? Aynan o'sha Michael Pagega qarshi Nursulton Ro'ziboyev oktagonga ko'tariladi. Michael Page o'zi kim? U juda kuchli striker hisoblanadi. Professional rekordi esa 25 ta g'alaba, 3 ta mag'lubiyat. Kickboxing bo'yicha 10 karra jahon chempioni, kung fu bo'yicha qora belbog' sohibi va 2016-yilning eng yaxshi nokauti sohibi hisoblanadi. Page asosan qo'llarini tushirgan holda jang qiladi va bu raqiblarga masofani his qilishda qiyinchilik tug'diradi. Ammo uning zaif nuqtasi parterga olinganda qiyinchilikka uchraydi. Masalan, Douglas Lima va Logan Sterling bilan janglarda kuzatilgan. Ro'ziboyev esa universalroq, stoykada ham, parterda ham jang qila oladi va aynan parterda Pagega katta ehtimol bilan muammolar tug'diradi. Buning barchasini 5-sentyabr kuni UFC Fight Night 287 da bilib olamiz.